Ayzorto'la Chilonzor 9-kvartaldan ikkilamchi bozorli uyimizni, ya'ni 3 xonali xonadonimizni 90 ming AQSh dollariga sotuvga chiqqan. Hozir men sizlarni chiroyli qilib tanishtirib chiqaman uyimiz bilan. Mana uyimizni ko'rsanglar bo'ladi. Balkon qismiga chiroyli stol stullar qo'yilgan. Naryo chap tomonda shkaflar o'rnatilgan. Bemalol 4 kishi o'tirib, gaplashib, choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Bu tarafda bo'lsa, mana bizani katta bo'lgan zalimiz, ya'ni mehmonxonamiz. Uzun qilib yumshoq mebellar, yaxshi mebellar qo'yib qo'yilgan. Chap tarafimizda devorga kartinalar ilingan, juda ham kayfiyat bag'ishlab turibdi. Bu yoqda bo'lsa dekor, komod va bu yoqqa televizorlarimiz o'rnatib qo'yilgan. Juda ham katta televizorlarimiz, Samsung televizorlarimiz joylashtirilgan. Bu yoq bo'lsa bizani kuxnyamiz, oshxonamiz bo'ladi. Mebellarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Yengitdan qilingan gaz qismimiz. Bu yoqda xolodilniklarimiz, stollarimiz o'rnatib qo'yilgan. Zal qismimizda mana jurnalist stoliki ham bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu tarafda bizani podyezddan kirish qismimiz, bu yoqda mana sanuzilimiz, vanna, umuvальник, kir yuvish mashinalari, hamma narsalari bor. Bu yoqda bo'lsa sanuzilimiz, ya'ni hojatxona. Bu podyezddan kirish eshigimiz va bu yoqqa alohida shkaf qilingan, kiyimlarimizni joylashtirishimiz uchun chiroyli kartinalar ilingan. Bu chap tarafda bo'lsa bizani yosh bolalarimiz uchun ikkita kravat qo'yib, yoshlar yotoqxonasi qilingan, devorga kartinalar ilingan, chiroyli lyustralar va yosh bolalarimiz uchun o'zini kiyim-kechaklarini joylashtirishga shkaflar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bizani master spannimizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng, yorug', shinam. Hozirgi kunda urf bo'layotgan mana bunaqa devorga vaflili dekorlarimiz qilingan, komodlarimiz o'rnatilgan, chiroyli pardalar tikilgan. Tumbuchka, yumshoq matrasli kravatlarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mana bu tarafda bo'lsa gullarimiz va garderobli shkaflarimiz bor. Chiroyli kartinalarimiz ham bor. O'rtoqlar, uyimizni shoshilib qolinglar. Narxi 90 ming AQSh dollarida, yana kelib ko'rsanglar, chiroyli narxida baraka qilib yuboramiz. Shunaqa ikkilamchi bozordan uy qidirayotgan tanishinglar bo'lsa, videoni jo'natib qo'yinglar. Sizlarga ham bizga ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga xayr.